Sizlar uchun Face Facts'ni mana shunaqa sivrutkalari keldi. Kelinglar, men sizlarga 1 minutda bular nima uchun ishlatilishini aytib beraman. Birinchi navbatda Face Facts'ni niacinamidli serumi haqida gaplashamiz. Bu ertalab va kechqurun ishlatiladi va poralaringizni toraytiradi, yuzingizni elastik holatini yaxshilab beradi va oqartirib berishga ishlab beradi. Keyingi vositamiz esa bu vitamin C. Yuzlaringizni oqartirib beradi. Birinchi navbatda yuzdagi dog'larni, qoraygan zonalarni, hatto buni yuzga, tanadagi, hatto qo'ltiq ostiga ham ishlatsa bo'ladi. Vitamin C ishlatganda faqat plus SPF bilan ishlatish kerakligini eslatib o'tmoqchiman. O'zi mana brightening effekt beradi. Istalgan koja ishlatsa bo'ladi, faqat baryeri buzilgan qizlarga tavsiya qilmayman. Oldin baryeringizni to'g'irlab, keyin vitamin C ishlatasiz. Keyingisi esa qizlarjonlar bu akneli yuzlarga mo'ljallangan, yuzdagi aknelarni ketkazadi, ertalab va kechqurun ishlatiladi va yuzni oqartirib berish xususiyatiga ega aknelarni 3 kundan 7 kungacha ketkazib beradigan sivurtka hisoblanadi. Bu seramid serum esa kojadagi baryerni восстановить qilib beradi, teringizni epidermis